Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Kecha bir voqea bo'ldi. Ish yuzasidan bir yerga borgan edim. Endi unaqa kiyimga e'tibor bermayman-da. Kiyimlarim toza yuradi-yu. Ko'chada, shaharda yursam, unaqa yangi, chotki narsalar kiyib yurmayman. Keyin men borgan joy sal loyroq ko'chalar edi. O'ta hamma yoq kach-kach bo'lyapti, botqoq bo'lib. Sal patinkam, tuflim sal nima bo'lib qoldi. Loy bo'lib. Endi asfaltga tagini ishqab quritdim. Taksi chaqirib qo'yganman. Men Qozog'istondaman-da hozir. U Comfort Plus'da yuradigan mashina keldi. Lekin men ekonom chaqirdim. Uni reytingi tushib ketib, Comfort Plus'dan ekonomga o'tkazib qo'yibdi. Endi Comfort Plus'da faqat boylar, chotki bo'lib kvartiradan shunday chiqadi, ofisga boradi, yo ofisdan chiqadi kvartirasiga yoki aeroportga, u yerga bu yerga tashib yurgan ekan ungacha odam. Ayol kishi ekan tem bo'lib ham ayol kishi shofir. Keyin chiqayotganimdan boshladi. Endi oyog'imni yaxshilab tagini qoqib olganman. Mashinasiga yukmaydi, chunki quruq asfaltga tagini yaxshilab artib tashlaganman. Shuni qaradi, endi ustilari yomon. Qarab turib jirkangandek bo'ldi. Ketguncha yarim yo'lgacha jirkanib shunaqa odamlarning ahvolini, men komfortda yurardim. Endi hozir menga yoqimli bo'lmayapti. Odamlar mana shunaqa ekan, ancha farqi bor ekan. Mana siz ham oddiy ishchisiz deyapti-da. Deb shunaqa tepalab kelyapti endi. Juda ham injiq ekan. Endi nima ish qilasiz dedim o'ziga. Oddiy taksi-su deb o'yladim-da. Nima ish qilasiz desam, buxgalterman dedi. Qanaqadir mehmonxonani buxgalteriyasini qilib beraman dedi. Xo'p dedim. Nimaga taksi minib yuribsiz desam, endi pulni oshchasi bo'lmaydi-yu, bo'sh vaqtimda taksi minaman dedi, har zamonda dedi. Yo'q, siz dedim, mashinangiz qancha turadi desam, $21,000 oladi hozir dedi. Yo'q, mashinani sotib turib, kvartira olib dedim. Kvartirani ko'p qo'ysangiz dedim, mashina qilib menga o'xshagan, bizga o'xshagan odamlarni ko'rmaysiz degan ma'noda gapirdim. U ayol, endi unaqa qiladigan bo'lsa, mashina ham kerak-da, deyapti. Bo'lmasa dedim, real hayotga o'xshab kelibsiz dedim-da hali xotinga. Siz oldin tashib yurgan odamlaringiz, u butun aholini 10% xolos dedim. Haqiqiy bu yerdagi 90% aholi shunaqa odamlardan iborat dedim. Desam, ular dedi, mana shunaqa loy ko'chalar, har xil burchaklarga chaqirar ekan deb bir nogiron odam chaqirgan ekan. Undan ham qo'rqdim men. Shart burib qochib ketaverdim, zo'rg'a burib qoldim deydi. Bu pastki qatlamda qanaqa sharoitda yashayotganini bilmaydiganlar ham bor ekan. Shu hayron bo'lib qoldim-da. Bilmayman, o'zga sayyorada yurganmi shu paytgacha deysiz-da. Keyin shukrlar domlani kibrga kibr bilan javob qiling degan gapi bor edi. Moliyaviy bilimlarim bor, u buxgalter. Pul masalasida gapirsangiz, pul tema mavzusida u xotin tushuna oladi-da. Keyin pul temasida gapirishni boshladim. O'zimni bunaqa kiyinib yursam ham ko'p narsaga aqlim yetishini boshladim. Birinchi o'rtaga tashladim-da. "Voy, shunaqami? To'g'ri aytasiz-a?" deb qoldim. Unga o'rgatishni boshladim men bir narsalar. Keyin bitmasdan keyin tepalashni boshladim. Kibrga kibr bilan javob qilinib, sekin pasayib qoldi. Siz men dedim 5 yildan beri o'zim uchun ishlayman dedim. Hech kimga ishlamayman dedim. O'zim biznesim bor dedim. Desam, qanaqa biznes dedi, aytdim. Aytsam, zo'r biznes-a u dedi. Ha, yaxshi dedim. Shuni gapirib, mana bu mashina ham meniki dedim kelgandan keyin. Mashinamni ko'rsatib qo'ysam, buzilib yotibdi bo'lmasa o'zi. Lekin sir bermaslik kerak-ku.
tepadan kelib men ham mana shuni oldim. Voy zo'ru, yaxshi-yu deb. Men ko'rinishi yaxshi deb boshlanadi holat. Umuman anaqasini teskari qilib tashladim. Yana bir pas yurganda nomeringizni bering deb yuborardi. Xullas, ko'rinishiga qarab turib odamni ajratmaslik kerak, keyin hali Marsda yashamaslik kerak edi. Shu internetda mahrga nima so'raysiz desa, gelik so'rayman, poyezd so'rayman, samolyot so'rayman, yerni boshqa sayyoraga yaqinlashtirib qo'yish so'rayman deyotgan qizlarga hayron bo'lmasak bo'lar ekan. Mana shunaqa hali nima deydi? Real hayotga tushmasdan tepada yashayotganlar ham bor ekan demoqchiman-da. Ana o'sha ham ayol kishi-yu mana. Ana shu qizlar ham shunaqa real hayotga ko'rmagan. Ana uchun gelik bir narsalar so'raydi. O'zi velikka ham arzimaydi aslida, u. Velosipedga ham arzimaydi. Buzilib qolganiga ham hatto. Unaqa kibrli, o'zini o'ta kibrlanib osmonda ko'radiganlar. Shunaqa bir qiziq voqea bo'ldi.